Mashinani orqasida kiyim turibdi. O'shani olib chiqqan. Dazmol qilib chiqaymi? Sizni qizim bo'lib turmaydi. Tezlashgan ukam. Xo'p, bo'ladi. Xo'jayin, hozir 1 soatdan keyin hamkorlarimiz kelishar ekan. Keling shu yerga zo'r suvlarni, shikalatlarni taxlab tashlaydi-ya. Menga qara, asl erkakmisan? Xingil urmagin, sal jiddiyroq bo'l. Erkak kishi jiddiy, mas'uliyatli bo'ladi. Masxarabozmisan? Aslida unaqa odam emasman. Mani otamning yo'li. Onamlar bilan yolg'iz yashaymiz. Uning ustiga onam kasallar. Sizni qo'lingizga ishlab, mehnatingizni qilib, onamni dorilarga pul yig'yapman. Lekin farzandingiz olamdan o'tgandan keyin ancha o'zgarib qolgansiz. Bir ikkita xodimlarni jahl ustida bo'shatib yubordingiz. Agar men bo'shasam, onamni dorilarga pulni qayerdan olaman? Haydab yubormang deb kayfiyatingizni ko'tarish uchun kuldirib yuraman deb xo'jayin. Uzr ukam. Seni tushundim. Bugundan oyligini ko'tarib beraman. Yo'q, shart emas. O'zi mehnatimga yarasha olaman. Faqat shu bo'shatib yubormasangiz bo'ldi. Mana ishlarimni qila qoling.